Assalomu alaykum qadrli ustozlar va o'quvchilar va qadrli abituriyentlar. Sizlar bilan hozirgi videoda 22-iyulda 1-smenada tushgan majburiydagi savollarni ko'ramiz. Demak, tahlilni boshladik. Birinchi savol: 420 ning 20% toping debdi. Xo'p, demak, sonni foizini topish uchun uni o'sha foizga ko'paytirishimiz kerak edi. Mana. Endi foizni o'zi 100 ga bo'lish ma'nosini bildiradi. 420 ko'paygan 20 demak 100 ga bo'lingan foiz. Endi mana buni ikkitadan nolini ikkalasini nolini qisqartirib yuborsak, bizda qolyapti. Endi mana bu bilan bu nol ketadi, 42 kara 2 qolyapti-da. Bu bizda 84 ga teng. Demak, javobimiz A ekan. 2 kubni hajmi 27 metr kub bo'lsa, bitta yoniyog'ini 100 nechiga teng bo'ladi? Xo'p, kubni tomoni A bo'lsa, uning hajmi o'sha tomonni kubi qilib topiladi. Bu 27 ga teng ekan. Endi qaysi sonni kubi, ya'ni 3 marta bir-biriga ko'paytirsak 27 bo'ladi. Bu sonimiz bizda 3 ga teng. 3 ni 3 marta bir-biriga ko'paytirsak 27 bo'ladi. Bitta yoniyog'ini 100 ni toping degan. Yoniyog'i 100 kubda A kvadratga teng bo'ladi. Chunki unda 6 ta yoqi bo'ladi, yoniyog'i 6 ta yoqi bor, yoniyog'i 4 ta. Uni 100 esa kvadratdan iborat A kvadrat bo'ladi. Demak, bu 3 ni kvadratiga teng bo'lar ekan. Javobimiz 9 bo'ladi. Javob A. Xo'p, 3 1 tonna necha gram debdi. Endi ketma-ket o'tamiz. 1 tonna o'zi 1000 kilogramga teng. 1 kilogramni o'zi esa 1000 gram. Endi bir-biriga bog'lasak, 1000 ta kilogramdan endi 1000 dan bo'lsa 1000 kara 1000 gram bo'ladi-da 1 tonna. Bu degani 1 million gram bo'lar ekan. Demak, bu A javob ekan. 4 idishda jami 30 ta olma va apelsin bor. Xo'p, olma qo'shilgan apelsin 30 ta ekan. Olma va apelsinlar nisbati mos ravishda 3:7. Demak, bittasi 3x, bittasi 7x da 30 ga teng. Bu demak 10x tenglik 30 bo'ladi. X ni 30 ni 10 ga bo'lsak chiqadi 3 bo'lar ekan. Endi apelsinlar sonini toping degan. Apelsinlar bizda 7x ga mos kelgan. 7x imiz demak 7 kara 3 bo'ladi. Bu bizda 21 ga teng. Javob A bo'ladi. Xo'p, keyingisi 5 x teng 2 y teng 6 bo'lsa, quyidagi ifodaning qiymatini toping. Demak, x qo'shilgan 4y imiz. X qo'shilgan 4y teng bo'ladi 2 qo'shilgan 4 kara 6. 6 kara 24, 2 ni qo'shsak 26 bo'ladi. Endi 4x minus y ni hisoblaylik. 4 kara 2 minus 6 bo'ladi. Bu da 2 ga teng. Endi bo'l degan ikkalasini 26 bo'lingan 2 bo'lar ekanda bu. Demak, 13 chiqadi. Javob A. 6-savol. Sonlarni o'sib borish tartibida yozing degan. Endi e'tibor qilamiz. Buni birinchi butun qismlariga e'tibor qilsak, hammasiga 1 ga qo'shilgan. Bir xil son qo'shilgan bo'lsa, demak, bizda qachonki mana bu kasr qismlari qaysi katta bo'lsa, o'sha katta bo'lib qolaveradi. Demak, shularni taqqoslaymiz biz. 1 taqsim 10, 1 taqsim 20, 1 taqsim 30. Demak, A ni keling A ustiga chiziqcha qo'yay. 1 ni olganim uchun B usti chiziqcha 1 taqsim 20 bo'ldi. C usti chiziqcha 1 taqsim 30 bo'ldi. Endi qanday taqqoslansa, A, B, C lar ham xuddi shunday bo'laveradi. Xo'p, endi tasavvur qilamiz. Kasr chiziq bo'lishini bildirsa, bittani 10 taga bo'lib bersak ko'proqmi? Bittani 20 tagami, bittani 30 tagami? Albatta 10 taga bo'lsak ko'proq bo'ladi. Bundan kelib chiqadi A chiziqcha katta bo'ladi, undan keyin B chiziqcha, undan keyin C chiziqcha bo'ladi. Xo'p, bundan kelib chiqadi A katta, B katta, C. A javobda shuni teskarisini berib qo'ygan. Xo'sh, 7 275 ning bo'luvchisi qaysi son degan. Demak, qaysiga bo'linishini topishimiz kerak. 275 ni 11 ga bo'lib ko'ramiz. 275 bo'lingan 11. Qoldiq qolmasligi kerak-da. Ikkitadan bersam, xo'p, 22 bo'ladi 55. 55 nechida? 5 marta. 55 nol qoldi. Bo'lar ekan 11.
15'ni ham ko'rishimiz kerak. Qolganlarini ham tekshirib ko'ramiz. 275 ni 15 ga bo'lsam, xo'p, bittadan beraman 15 ayiramiz 125. 125 ni ichida 8 tadan bersam 8 kere 5 120 bo'ladi. 5 qoldi. Demak bo'lmaydi. B javob bo'lmas ekan. 25 ga bo'lsak 275 ni 25 ga bo'lyapmiz. Demak mana bu yerga birinchisiga e'tibor qilsak, xo'p, 11 25 ga bo'lindi. 11 ga bo'lganda 25 chiqdi. Endi 25 ga bo'lganda 11 chiqadi-da. Demak bunga ham bo'linyapti. Endi D siga qaraymiz. 275 ni 13 ga bo'lamiz. 13 ga bo'lsak 2 tadan, demak 26 bo'ladi. 1 13. Demak yana bittadan 13 0 bo'ladi. Bunga ham bo'lindi. Bizada savolni noto'g'ri qo'ygan ekan. 275 ning bo'luvchisi qaysi son bo'lish kerak emas bu yerda. Qaysiga bo'linmaydi? Bo'luvchisi emas bo'lish kerak. Javoblardan qaysi biri bo'luvchisi emas deb savol qo'yish kerak. Shunda bizada B javob to'g'ri keladi. Tushunarli bo'ldimi? Demak savol noto'g'ri ketgan sharti. Qo'yib 8 ga bo'lganda qolliq qoladigan sonni 3 qolliq qoladigan sonni toping. Demak 8 ga bo'lib ko'ramiz. 115 ni 8 ga bo'lamiz. Demak bo'lsak 11 ni ichida bittadan 8 bo'ldi. Ayiraman 35. 35 ni ichida nima bo'ladi? 4 tadan 8 kere 4 32. Ayiramiz 3 qoldiq qoldi. Demak A javob to'g'ri bo'ladi. Xo'p, qolganlarni ham tekshirib ko'ramiz. 125 ni bo'lamiz 8 ga. Demak bittadan 8 ketadi. 4 45 ni ichida 5 tadan 40 ketsa, demak 3 qolliq qolmaydi. 5 qolliq qoladi. Bo'lmadi. Keyingisi 152. 152 ni bo'laman 8 ga. Bittadan 8 ketadi. 72. 72 ni ichida 9 marta 72 ni ayirsak 0 qolliq qolmadi. Bo'linar ekan bu. 150. 150 ni 8 ga bo'lsak, xo'p, e'tibor qilaylik. 19 tadan bersam bo'lindi-ku, endi 18 tadan bo'ladi-yu. Bunda qolliq qolmagan edi, 6 qolliq qoladi-da. Xo'p, bo'ldi. Demak, qolganlari to'g'ri kelmasligini ko'rsatdik. Endi 9-savol. Qaysi son 12 ga qolliqsiz bo'linadi, deyapti. Demak, buni osonroq qilamiz. 12 ga bo'linishi uchun bo'linish belgisidan foydalanaylik. 12 ni o'zi bizada 4 kere 3 ga teng-da. Demak, sonimiz 12 ga bo'linishi uchun 4 va 3 ga bir vaqtda bo'linishi kerak ekan. Javoblarning ichidan 4 va 3 ga bo'linadiganini topamiz. A javobini qarasak, 408 4 ga bo'linadi, to'g'rimi? 1 0 2 102 bo'ldi. Endi 3 ga bo'linishini tekshiramiz. 3 ga bo'linish qoidasi raqamlar yig'indisi bo'lishi kerak edi. 4 ga 8 ni qo'shsam 12. 12 ham 3 ga bo'linadi. Demak, mana shu javob to'g'ri. Qolganlarini ko'rib o'tirmaymiz endi. Birinchi idishda 680 gram asal, ikkinchi idishda 520 gram asal bor. Ular 3-idishga solingach, idishda 1 kilogramm 800 gram bo'sh joy qoldi. 3-idishni sig'imi qancha ekan? Xo'p, demak 680 gramga birinchi 520 gramni qo'shib olishimiz kerak. Qancha solinayotganini bilishimiz uchun 0 0 demak 2 1200 gram bo'ladi. Buni 1 kiloyu o'ndan 2 desak bo'ladi. Xo'p, endi 1,800 ni 1,8 desam bo'ladi. Shuncha joy qo'ygan, qo'shaman 1,2 ni endi. Bu bizada 3,0 bo'ladi. Bu degani 3 kilogrammga teng. Demak, sig'imi 3 kilogramm bo'lar ekanda. A javob. 11 bo'yalgan soha yuzini toping. Xo'p, demak, shu shaklni topishimiz kerak, yuzini. Mana bu kvadrat deyapti, hammasi chiziqcha chizib qo'yilgan. Bu tengligini bildiradi. Bu ham 3, bu ham 3, bu ham 3. Demak, mana bu ham bitta chiziqcha bo'lsa, mana bu ham 3 bo'ladi. Mana bu ham 3 ekan. Endi kvadratning yuzini topsak, kvadratning yuzi o'sha tomonning kvadratiga teng bo'ladi. 3 ning kvadrati, ya'ni 9. Endi bu to'g'ri burchakli 3 burchak bo'lyapti. Nimaga to'g'ri burchakli desak, kvadratning bitta burchagi 90 gradus bo'ladi. Mana bu burchak yoyiq bo'lganidan mana bu 90 graduslik kelib chiqadi. Endi 3 burchakning yuzasi to'g'ri burchaklini katetlar ko'paytmasini yarmiga teng edi. Ya'ni bitta tomoni 6 bo'lyapti, mana 3 3, bitta tomoni 3.
taqsim 2 bo'ladi. Demak buni yuzasi ham 9. Endi yuzalar yig'indisi bo'lish kerak. 9 kara 9, 9 ga 9 ni qo'shamiz, 18 bo'ladi. Demak javobimiz A kaliti. 12-savol. Chizmadagi noma'lum x burchagini toping degan. Demak, mana bu ikkalasiga e'tibor qiladigan bo'lsak, bu bizada vertikal. Ya'ni bu ham 42 bo'ladi vertikal burchaklar tengligidan. Mana bu bilan buni qarasak, bu ham vertikal. Mana bu 97 gradus bo'ladi. Endi mana bu burchakni 180 minus x deyishimiz mumkinmi? Chunki to'liq bu burchak 180 gradusda. Bu 180 ni x ni ayirganimizga teng bo'ladi. Endi mana bu uch burchakning ichki burchaklar yig'indisi 180 ligidan foydalanib x ni topamiz. 97 qo'shilgan 42 qo'shilgan 180 minus x barobar 180. Endi ikkala tomonda 180 ketdi. X teng bo'lar ekan 97 qo'shilgan 42 ga. X teng bo'ladi. Demak 7 ga 2 9. Qo'yib 9 ga 4 13. 139 gradus bo'lar ekan. Javobimiz B kalit bo'ladi. 13 120 ni 15% ni toping degan. Demak 120 ko'paygan 15% barobar bu ham 120 ko'paygan 15 taqsim 100 degani. Endi nollarni qisqartirsam, xo'sh, 10 bilan esa 15 ni qisqartirsak, bu yerda 2 qoladi, bu yerda 3, 5 ga qisqartirdik. Barobar endi 12 bilan yana 2 ni qisqartirsam, mana bu yerda 6 qoladi. 6 kara 3 bo'lar ekan, demak bu 18 bo'ladi. Javobimiz B kalit. Oxirgi 14-savolimiz 1 tonna necha sentner degan. Demak, 1 tonna bizada xo'p 1000 kilogramga teng. 1 sentner esa 100 kilogramga teng. Endi e'tibor qilamiz. 1 tonna 1000 kilogram bo'lsa, 1 tonnani ichida nechta sentner bor bo'ladi? Ya'ni 1000 ni ichida nechta 100 bor degan savol bo'lyapti-da. Bu 10 taligini bilamiz. Demak, bundan kelib chiqadi 1 tonna 10 sentnerga teng ekan. Javobimiz B kalit bo'ladi. Xo'p, shu bilan 22-iyul 1-smenada tushgan majburiydak savollarning yechimini qilib bo'ldik. Bizni kuzatishda davom eting. Qo'llab-quvvatlash uchun kanalimizga obuna bo'ling. YouTube kanalida bizda ko'proq kishi obunachi bor, ko'proq kuzatishyapti, lekin Telegram kanalimizda birozgina obunachilarimiz kamroq. Shuning uchun YouTubedan kuzatayotganlar uchun aytmoqchi edim. Videoning tagida Telegram kanalini silkasini qoldiramiz. O'sha silka orqali o'tib Telegram kanalimizga ham qo'shilib qo'ying. YouTube'da faqat video yechimlar berib boriladi, lekin boshqa ma'lumotlar, yangiliklar Telegram kanalida ham berib boriladi. To'liq kuzatib borish uchun bizni Telegram kanalimizga obuna bo'lsangiz xursand bo'lardik. Keyin eng muhimi videoga sharh yozing, ya'ni komment yozish kerak. Eng muhimi esa like bosishni unutmang, chunki qancha videomiz ko'p like yig'sa, shuncha videomiz ommabop bo'ladi va ko'proq kishi ko'radi. Ham bizni keyingi videolarni tezroq va sifatliroq chiqarishimizga katta motivatsiya bo'ladi. Shu bilan videoni yakuniga yetkazamiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' va salomat bo'ling.